Bismillah. Madina Munawwara ushbu turgan joyimiz Masjidul Usba masjidi deb va Tavba masjidi deb nomlanadi. Madina Munawwarada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin kelgan muhojir sahobalar bu joyda jamoat bo'lib namoz o'qishgan. Ana shu sahobalarga imom Abu Huzayfa radhiyallohu anhu ning mavlolari Solim radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qib berganlar. Bu joy tarixiy juda ham muhim nuqtalardan biri. Bu joy Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratdan oldingi muhojir sahobalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joylari. Ana endi siz ham bu joylarga kelib ziyorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu joyning Usba deb nomlanishligi, Tavba deb nomlanishligi alohida bir tarix bo'lsa, ba'zi bir kitoblarda bu masjidning 3-nomi Nur masjidi ham deyiladi. Yonida o'sha mashhur Hujaym degan quduq ham bor. Bu joylarda albatta tahorat qilingan, ichimlik suvdan foydalanilgan. Hozir ayni paytda Madina Munawvarada bu ziyoratgoh katta bir xususiy bog'ning ichida qolib ketgan. Bu joy Qubo mahallasi. Bu bog'ning orqasida esa Qubo masjidi joylashgan.